O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati 1938-yilda tashkil topgan. Ushbu viloyat respublika hududining markaziy qismida, Zarafshon daryosining o'rta oqimi havzasida joylashgan. Uning chegaralari g'arb va shimoli-g'arbda Navoiy viloyati, shimol va shimoli-sharqda Jizzax va janubda Qashqadaryo viloyatlari, janubi-sharqda Tojikiston bilan tutashgan. Shahar aholisi va xo'jaliklari shovdor, bog'ishamol ariqlaridan suv oladi. Samarqand va Rim insoniyat taqdiridagi buyuk xizmatlarni nazarda tutib, boqiy shaharlar nomini olganlar. Xalq iborasi Samarqand sayqali ro'yi zamin ast, Samarqand yer yuzining sayqali, jilosi deb behuda aytilmagan. Amir Temur Samarqandni mehr bilan qadrladi, obod qildi, dunyoning sayqaliga aylantirdi. Samarqand so'zining kelib chiqishi haqida bir qancha taxmin mavjud. Sharq mualliflari Samarqand so'zining birinchi qismi, ya'ni Samar so'zi shu shaharga asos solgan yoki shaharni bosib olgan kishining so'zining ikkinchi qismi, kent, qishloq, shahar degan ma'noni bildiradi. Antik mualliflarning asarlarida shahar Marokanda, Samarqand atamasining yunoncha aytilishidir. Viloyatning markaziy qismi go'zal vohadan iborat bo'lib, bu voha uncha keng bo'lmay sharqdan g'arbga tomon Zarafshon va Turkiston tog' tizmalari orasini egallagan. Viloyatning asosiy sug'oriladigan yerlari xuddi ana shu maydonlarni egallagan. Samarqand viloyatining doimiy aholisi soni 2023-yil 1-yanvar holatiga korator 1,118,000 kishini tashkil etib, yil boshidan 87,000 kishiga yoki 2,2% ga ko'paydi. Jumladan, shahar aholisi soni 1,513,000, qishloq aholisi soni 2,605,000 kishini tashkil etdi. Bu jihatidan Samarqand viloyati respublikada birinchi o'rinda va respublika aholisining 11,1% tashkil etadi. Viloyat hududi 16,88 ming km². Samarqand viloyati qishloq tumanlari viloyatlar orasida birinchi o'rinni egallaydi. Bu viloyatda bunday tumanlar soni 16 ta. Ular quyidagilar: Bulung'ur, Jomboy, Ishtixon, Kattaqo'rg'on, Narpay, Nurobod, Oqdaryo, Payariq, Pastdarg'om, Paxtachi, Samarqand, Toyloq, Urgut va Qo'shrabot tumanlari. Shaharlar soni 2 ta. Bular Samarqand va Kattaqo'rg'on. Mustaqillik yillarida Samarqandda sanoat korxonalari qayta jihozlandi. Samarqand viloyatida 135 ta yirik sanoat korxonalarining asosiy qismi Samarqandda joylashgan. Bular Samkochavto, avtobus va yuk mashinalari ishlab chiqariladi. Alpomish, traktorlar, gilzaporshenlar, tajriba mexanika, parmalash uskunalari, kino apparatura, avtomobillar uchun elektrotexnika asbob-uskunalari zavodlari, uy-ro'zg'or sovitgichlari korxonasi, superfosfat, ammofos o'g'itlari, sulfat kislotasi ishlab chiqaradigan superfosfat zavodi, liftsozlik, marmar taxtalar, g'isht, asfalt beton zavodlaridir. Shahardagi yengil sanoat korxonalaridan pillakashlik, shoyi to'qish, trikotaj, tikuvchilik, mebel, poyabzal fabrikalari, chinni zavodi faoliyat ko'rsatadi. Oziq-ovqat sanoatida universitet tegirmon, makaron, choy qadoqtash, sut-moy, meva konserva, vino, pivo, spirtaraq va alkogolem ichimliklar, qandolat shirinliklari ishlab chiqaradigan korxonalar mavjud. Samarqand shahridagi oliy o'quv yurtlar. Bular Ipak Yoli Turizm xalqaro universiteti, Samarqand arxitektura qurilish instituti, Samarqand davlat chet el tillar instituti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand ekonomik va servis instituti, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali, Samarqand veterinariya tibbiyot instituti, Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali. Samarqand viloyatida 7 ta litseylar bor. Bular: Samarqand davlat universiteti akademik litseyi, Samarqand davlat chet tillari instituti akademik litseyi, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti akademik litseyi, Samarqand veterinariya meditsina instituti, Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti akademik litseyi, Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filiali akademik litseyi, Samarqand davlat tibbiyot instituti akademik litseyi. Samarqand shahridagi o'rta maxsus kasb-hunar kasb ta'lim muassasalari 28 tani tashkil qiladi. Bular: Samarqand qishloq xo'jalik kasb-hunar kolleji, Samarqand bank kolleji, Samarqand tibbiyot kolleji,
Sartepa turizm maishiy xizmat kasb-hunar kolleji va boshqalar. Samarqand viloyatidagi maktablar soni 2023-yilning 1-yanvar holatiga 1310 tani tashkil etgan. Samarqand shahri o'zida esa 103 ta. Samarqandda 25 dan ziyod yo'nalishda avtobuslar qatnaydi. Trolleybus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Shahar Toshkent xalqaro aeroporti avialiniyalari orqali respublika viloyatlari va xorijiy davlatlar bilan bog'langan. Samarqandda 73 ta yirik tarixiy me'moriy yodgorlik, Registon ansambli, Shohizinda ansambli, Amir Temur maqbarasi, Imom al-Buxoriy maqbarasi, Ulug'bek rasadxonasi, Bibixonim jome masjidi, Ruhobod maqbarasi, Abdudarun majmuasi, Hoji Ahror masjidi, Hazrati Xizr masjidi va boshqa saqlangan. Samarqandga har yili dunyoning turli mamlakatlaridan minglab sayyohlar kelib ketadilar. Mehmon va sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi Afrosiyob, Samarqand, Zarafshon, Bogishamol, Markaziy, Prezident Hotel kabi mehmonxonalar qurilgan. Sayyohlarga O'zbek Turizm milliy kompaniyasining Samarqand bo'limi xodimlari xizmat ko'rsatadilar. Samarqand Siyob bozori. Sharq bozori bu nihoyatda o'ziga xos joy bo'lib, qadimiy shahar muhitini his etish mumkin. Bundan bir necha yillar ilgari bozorlar Buyuk Ipak yo'lidagi bosh strategik savdo obyektlar vazifasini o'tagan. Siyob bozori juda qulay joylashgan bo'lib, undan Boryoga bir necha chaqirim narida katta Bibixonim masjidi qad rostlagan. Bozordan uzoq bo'lmagan yerda Hazrati Xizr masjidi joy olgan. Bozorning maydoni juda katta bo'lib, savdo qatorlari shiypon bilan berkitilgan. Bozorni yozning jaziramasidan va qishning qahratonidan himoya qiladi. Arkni xatlab otib, siz umuman o'zgacha, ehtimol ertakona muhitga tushib qolasiz. Ranglar jilosi ko'zni qamashtiradi. Yuzlab savdogar va xaridorlarning govur-guvuri quloqqa chalinadi. Meva hamda sabzavotlarning molligi hayratga soladi. Samarqandning Siyob bozori deyarli hech qachon uxlamaydi. Bu yerda savdo-sotiq quyoshning ilk nurlari chiqishi bilan boshlanib, kech shomgacha davom etadi. Siyob bozori dehqon bozori hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda asosan O'zbekistonning mehnatkash dehqonlari tomonidan yetishtirilgan mevalar, poliz ekinlari, shuningdek mahalliy aholi o'z qo'li bilan tayyorlagan mahsulotlari sotiladi. Savdo qatorlari mahsulot turiga ko'ra saralangan. Yeguliklardan tashqari bu yerda mahalliy hunarmand va ustalarning yasagan buyumlari ham mavjud. Non qatori alohida e'tiborni tortadi. Axir, Samarqand noni unning alohida navidan tayyorlanadi. Siyob bozorida 17 dan ortiq non turini uchratish mumkin. Sharq bozorini totib ko'rishsiz tasavvur qilish mumkin emas. Va albatta, Sharq bozorining asosiy xislati savdolashish udumi. Bu yerda har bir xaridor savdolashishni o'ziga odat qilgan. Kim savdolashish san'atini yaxshi o'zlashtirarkan, yutuq u kishining hamrohi bo'ladi. Doim yangi uzilgan meva hamda turli xil mahsulotlar bilan birga Samarqandning Siyob bozorining yana bir o'ziga xosligi bo'lib, bu shaharda sodir bo'layotgan yangilik va hodisalardan xabardor bo'lish mumkinligidir. O'zbeklar juda chiqishimli xalq bo'lib, bu yerliklar notanishlar bilan ham osongina suhbatga kirisha oladilar. Sersuv mevalar va xushbo'y noni bilan birga bu bozordan o'zingiz bilan xotirangizda yoqimli lahzalarni eslatib turuvchi sharqona muhitning bir bo'lagini ham olib ketasiz. Samarqand shahri haqida qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Bu biz uchun muhim hisoblanadi. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.